Sessiya ishida O'zbekiston sessiyani ochish uchun kvotamız 100% yetarli. Sessiya ishida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining iqtisodiy, ijtimoiy, siyosat bo'yicha davlat maslahatchisi William Pashan Ayupovich ishtirok etmoqda. Shuningdek, bugungi sessiyada tumandan saylangan xalq deputatlari, viloyat kengashi deputatlari, tuman hokimi va o'rinbosarlari, ijro organlari, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar rahbarlari, tegishli tuman qonun tashkilot va muassasalar rahbarlari va ommaviy axborot vositalari bilan ishtirok etmoqda. Xalq deputatlari kengashlaridan tashqari 18 sessiyasini ochish to'g'risida kimda qanday taklif bor? Sessiyani ochilsin degan deputatlar qo'l tashlab berishlarini so'radim. Rahmat. Qarshilar betarafmi? Yo'q. Sessiya bir ovozdan ma'qullandi. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman.
sessiyaning kun tartibi ish reglamentini kelishib olishimiz kerak. Kun tartibi va ish reglamenti farqlashgan. Kun tartibi bilan ish reglamentiga qo'shimcha o'zgartirishlar bormi? Bo'lmasa sessiyaning kun tartibi va ish reglamenti tasdiqlansin degan deputat qo'yishga tasdiqlashgan so'rayman. Rahmat, qarshilab, betaraflar yo'q. Kun tartibi va ish reglamenti bilan tasdiqlandi. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, kun tartibiga bitta masala kiritilgan. Bu tumanni iqtisodiy, ijtimoiy rivojlantirish, aholi turmush darajasini yaxshilash maqsadida ishlab chiqilgan dastur. Mana shu kun tartibidagi birinchi masalaga o'tishdan oldin mana shu sessiyamizda ishtirok etayotgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti maslahatchisi Gulyam Ravshan Ayrovga so'z berishga ruxsat berasiz. Marhamat, Ravshan aka, tumanlar rivojlanishini kelgusi 10 yil, 15 yilga belgilab beradigan bir sessiyalarda muttasil bo'lish kerak emas. Nimaga? Chunki bilasizlar, bu yil qanaqa mahalla rivojlantirish kerak. Shu masala bilan prezidentimiz mana hozirdan dekabrda hali o'tkazgan murojaatnomalarida 23-yanvarda selektor qildilar. Bu o'sha mahallalar rivojlanishi, mahallalar, tumanlar, hali o'sha 26-yilda nima bo'ladi, juda katta marralar oldimizga qo'ydilar. Ayniqsa o'sha tumanlarda ishlar yaratish, kambag'allikni qisqartirish, aholini daromadli qilish. Albatta juda ko'p ishlar qilindi. Mana shu 16-yildan boshlab hali 10 yil juda ko'p ishlar qilindi, lekin prezidentimiz mana murojaatnomada oldimizga o'sha yangi katta marralarni qo'ydi. 30-yilga o'sha hali mutlaq kambag'allikni yo'q qilish bo'yicha katta vazifalarni qo'ydi. Endi shuning uchun mana shu bu yil mahalliy bo'ldi, rivojlantirish yili va 23-yanvarda o'sha katta selektorda prezidentimiz hali boshqa umumiy topshiriqlardan birga respublikada 37 ta og'ir tuman, 33 ta yangi O'zbekiston toifasi belgilab berildi. Buning ichida Forish tumani ham bor. Jizzax viloyatida o'sha og'ir tumanlar safiga o'sha Forish tumani ham kirgan. Xabarlar bor. Endi shu bilan birga respublika bo'yicha 33 ta og'ir mahalla belgilandi. Og'ir mahalla belgilandi va 330 ta hali o'sha yangi O'zbekiston toifasidagi mahallalar belgilandi. Bular nimaga qilindi? Bu faqatgina og'ir tuman yoki og'ir mahalla belgilangani o'sha bu tushunmas. Bulardan prezidentimiz oldimizga juda katta vazifalar qo'ydilarki, mana bu tuman mahallalar bilan biz ustuvor hali ishlashimiz bo'yicha hali bo'yicha rejalarimiz belgilangan. Ya'ni o'sha har bitta tuman bo'yicha orqadan bo'yicha gapiradigan bo'lsak, har bitta tuman bo'yicha alohida mablag'lar ajratiladi. O'sha o'zinglar selektor hali vaqtincha qarorlar chiqayotgan hali o'shada har bitta tuman bo'yicha yetarli moliyaviy manbasini belgilab beriladi. O'sha tumanga 50 milliard respublika byudjeti ajratiladi, 10 milliard mahalliy byudjetga, viloyat mahalliy byudjeti ajratiladi. Bundan tashqari har bitta og'ir mahallaga 2 milliard respublika byudjetida, 1 milliard mahalliy byudjetda ajratiladi. Yangi O'zbekiston toifasi mahallalarga 5 milliard ajratiladi. Va hokazo. Juda ko'p imkoniyatlar hali o'sha mahalladagi qiladigan ishlarga, ya'ni mahallada, ayniqsa og'ir mahallada o'sha hali sug'urtani rivojlantirish, tadbirkorlikni rivojlantirish, ish o'rin yaratish, mana Farishda juda imkoniyatlar ko'p. Turizm bo'yicha masalan, turizm mahallalarni, turizm qishloqlarini rivojlantirish bo'yicha, chorvachilik bo'yicha hali alohida instrument, alohida imkoniyatlar hammasini belgilab beriladi. Endi shu dasturning o'zida mana o'sha Forish tumaniga hisob topganimizda 50-60 milliard dollar tomonidan berilgan bo'lsa, ya'ni boshqa manbalar, banklar, boshqalar, hali
tadbirkorlar xorijiy investitsiyalar hisobidan karra 5-6 barobar qo'shimcha mablag' jalb qilishga hammasi bu davlat tomonidan berayotgan katta imkoniyatlar. Nima uchun? Chunki maqsadimiz o'sha og'ir tumanda kambag'allikka kamida 1 yil ichida 2 barobarga kamaytirishimiz kerak. Mana yil boshqa nisbatan 5,5% kambag'allik. To'g'ri, 5,5, ya'ni bu degani o'sha taxminan 2,5-2,6 kambag'allikka tushirishimiz kerak. Bu oson ish emas, to'g'ri sizga aytaman. Nimaga? Chunki mana kambag'allikdan mana biz birinchi marta 20-yil murojaatnomada aytdilar. Hozir ungacha hammalar xabaringlar bor, O'zbekistonda kambag'allik yo'q, kambag'allik yo'q deb aytib turadi. Tan olmaslik. Lekin mana kambag'allik borligini endi hammalar mana ayniqsa qishloq mahallada endi ko'rib turibsizlar, o'z-o'zimizlar mahallada kelayotganimizda. O'shaga kambag'allik borligini tan oldik. Bu payt o'sha 30ga yaqin 19-yil yarashida 23% kambag'allik, 17-yil 30ga yaqin bo'lgan, 30 oshgan. O'sha mana hozir o'sha birma-bir o'sha davr manzilli ishlarni amalga oshirib, mana kambag'allik o'tgan yil respublikamizda 6% ga tushdi. Endi 6% ga tushdi. Endi lekin bitta tomoni borki, bu kambag'allikka endi oson bo'lmaydi, sonlarga gapiryapman. Lekin o'sha kim sal ozgina ko'mak bersa, yordam bersa, tadbirkorlik yo'zoladi yo, yurishga tushadi yo. Men o'zinglar mahallada borganda ko'rgan bo'lsa, o'sha eng og'ir o'shaga ulardan manzilli ishlar, shuning uchun prezidentimiz mana har bitta mahallada mutlaqo dunyo praktikasida, jahon praktikasida bo'lmagan yettilikka tashkil qilingan hokim yordamchi bor, endi mahalla raisi bor, albatta, hokim yordamchi bor, ayollar faoli bor, yoshlar yetakchisi bor, soliqchi bor, ijtimoiy xodim bor, uchastkov bor. Hammasi davlatdan hammasi davlatdan oylik bo'ladi va bu o'zi mutlaqo jahon tajribasida yo'nalishdir. Nega? Chunki shu O'zbekistonda rivojlanishi eng avvalo shu mahallaga bog'liq. Katta loyihalar, mana ko'p ishlasizlar, milliard dollarlik katta loyihalar amalga oshirishimiz mumkin. Lekin O'zbekiston mana 40 millionga 38 milliondan mana oshdi, aholi davlat. Faqatgina katta loyihaga o'xshab o'sha nefti bor, gazi bor, 1 million 2 million aholisi bor davlatlarga o'xshab bitta katta loyiha hisobiga hammani boy bora oladi. Albatta ular daromad keltiradi, oltini ham, pullarni ham, gazi ham, boshqasi ham, lekin pastda har bitta mahallada, har bitta qishloqda o'zimiz ishlamasak, boy bo'lamiz. O'sha jon boshqa daromadni mana prezidentimiz qo'ygan maqsadlari 30-yilga jon boshqa daromadni o'sha o'rtachadan yuqori davlatlar degan toifa bor jahon bankida. Biz o'sha bu taxminan 4,5 dollar jon boshqa daromad degani 30-yilga shu chiqishimiz kerak. O'sha 17-yilda mana kim raqamli rekord qilgan bo'lsa 1,8 odam tug'iladi. Ularga kollej yoki institutlarga uchun ishdan ta'minlashimiz, kasb berishimiz kerak ularga. Juda katta masala. Shuning uchun mana o'shaga katta dastur qo'yib, juda katta mablag' 17 trillion mahallalar bo'yicha berilgan. Prezidentimiz o'sha har bitta mahalla, har bitta qishloqqa manbalarni belgilab berdi. Lekin mana prezidentimiz o'sha Jizzax viloyati bo'yicha mana bilasizlar, televizorda ko'rgansiz, bunaqa alohida majlis bo'ldi. Jizzax viloyati bo'yicha alohida qaror qabul qilindi. Unda o'sha katta dasturga qo'shimcha yana moliyaviy manbalar belgilab berildi, yana mablag', yana instrumentlar, yana loyihalar, hammasi maqulab berildi. Lekin pastki holdan chiqadi deyishadi, o'shaga bu faqat pul yetarli emas. Pul berilishi mumkin, masalan o'sha 50 milliard, 10 milliard, 60 milliard mana tumanga berilishi mumkin. Lekin bu mablag'ga samarali nimaga ishlatamiz? Bitta zo'r bir o'rniga ishga kerak emas, qaatli binolar qo'shilsa mumkin. Ham ketadi, to'g'rimi? Lekin bu tumanning rivojlanishiga, tumanning kambag'allikdan chiqib ketishiga sabr beradi, imkoniyat yaratadi. Shuning uchun hurmatli deputatlar, prezidentimiz o'sha
tarafdan hammamizga qayta aytdilarki, bu nima loyiha qiladigan bo'lsanglar, pullar bilan xarajat qiladigan bo'lsanglar, kengashlar bilan maslahat qilinglar. Kengashlar ko'rsin, o'sha nimaga agar nimaga bu pullar ishlatiladi? Shu pullar, shu mablag' ishlatilganda, o'sha loyihalar samarasini beradimi? Odamlarni o'sha birini qiladimi? Daromad ko'paytiradimi? Shunga yondashimiz kerak. O'sha asosiy bizlar imkoniyatni, mablag'ni hammasini prezidentimiz belgilab bergan, lekin pastda meni ham, sizlarni ham, tuman hokimlar bir vazifasi shuni to'g'ri samarali qilib ishlatish. O'sha haqiqatdan bu pastga yetib borib, pastga o'zgarishlar ta'minlash bo'yicha deb men o'zim boraman, sizlar ular hokimlar ajoyib taraf qilaman. Shuning uchun bugungi sessiyamizni o'sha asosiy maqsadi bu o'sha mana hozir hokim o'zlarini taqdim. Bu yil dasturda nimalarni o'sha kambag'allik chiqarish, daromad oshirish, ish o'rin yaratish, tumanni rivojlantirish bo'yicha o'zining rejalarini, choralarini masalan hammaga berilgan menimcha hozir o'sha taqdimotlar qiladi va hurmatli deputatlar sizlardan muhokamaga faol bo'lish. O'zinglar munosabatni ham bildiringlar. Mana agar noto'g'ri bo'lsa, noto'g'ri turib aytinglar. O'zingiz undan ham yaxshi takliflar bo'lsa, mahalla raislari o'tiribdi, shunga mana o'zinglar taklif bilan beringlar. Chunki hammamiz hozir turgan maqsad borish tumanda rivojlantirish. Rahmat sizlarga. Hokim so'z berasiz. Masalan, tumanimiz ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish, aholining ta'minini yaxshilash maqsadida ishlab chiqilgan dastur muhokamasi to'g'risidagi majlis Forish tuman hokimi Islom Yaxshibek ko'rsatilgan. Avvalambor assalomu alaykum aziz va qadrli deputatlar, hurmatli deputatlar, tumanimiz faollari. O'tgan davr mobaynida tumanimizda iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish borasida bir qator sezilarli darajadagi ishlar amalga oshirildi. Hurmatli prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, islohotlarimiz samarasini har bir mahalla, har bir xonadon va har bir kundalik hayotimizda his qilmoqdamiz. Bir so'z bilan aytganda, bu islohotlarni aniq amaliy natijaga aylantirishga ham o'rgandik. Buning ta'sirini tobora yangi qiyofa, kasb etib borayotgan ishtirokchilarimizda zamonaviy korxonalar, savdo, servis maskanlari, maktab, bog'cha va shifoxonalar, obod ko'cha va mahallalar, transport, logistika tizimi, raqamli xizmatlar misolida yaqqol ko'rishimiz mumkin. Xabaringiz bor, hurmatli prezidentimiz rahbarligida 2026 va 23 yanvar kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida Forish tumani ham og'ir tumanlar toifasiga kiritildi. Bundan tumanimiz infratuzilmasini yaxshilash uchun, kambag'allikdan chiqarish va ishsizlikni kamaytirish uchun Forish tumanimizga juda katta imkoniyatlar berilyapti va mana shu natijasida bugun sizlar bilan yig'ilib axborot berayotganligimizda hurmatli davlat maslahatchimizning shu tumanimizga tashrif buyurishi ham bu albatta mana shu faollarimiz, deputatlarimiz, hozirlarimiz aniq masalalarni bir tasdiqini kelishib olishga yig'ilganimiz bu bejiziyat emas. Bugun albatta mana shu tumanimizda barcha mana shu manbalardan foydalangan holatda 60 milliard so'mdan, shundan 50 milliard so'm respublika byudjetidan, 10 milliard byudjetdan ajratilyapti. Shuningdek, yana 5 ta bizda mana 24 ta mahallalarimiz bo'ladigan bo'lsa, biz mana shu hisob kitoblarimiz va taxminlarimiz natijasida 5 ta og'ir demak mahallalardan tanlab olingan Amurtepa, Oqtepa, Ilonli, Mustaqillik, Qizilqumlar uchun har bir mahallaga 3 milliard so'mdan jami 15 milliard so'm mablag' ajratilyapti. Bundan tashqari O'zbekiston qiyofasi beriladigan ikkita mahalla fuqarolar yeri, ya'ni Osmonsoy hamda Musoqil Orol mahallalar fuqarolar yerlariga alohida 5 milliard so'mdan jami 10 milliard so'mdan mablag' ajratilmoqda. Umuman olganda Ravshan aka biz hisob kitob bilan kelishuvlarni tahlil qildik. Ming rahmat mana shu prezidentimizga va albatta mana shu islohotlarimiz tumanimizni rivojlantirish uchun va qilayotgan ishlarning samarasi bo'lishi uchun tumanimizga hisob kitob qilganimizni bugungi kunda 300 milliardga yaqin pul mablag' ajratilayotganligi bu albatta bizni xalqimizni kelajakda farovon yashashi uchun juda katta xalqimizni rozi qilish uchun, kambag'allikdan, ishsizlikdan chiqishda albatta juda katta samarasini beradi degan maqsadda bu narsani men axborot sifatida aytib o'tyapman. Men og'ir tumanlar bo'yicha o'sha og'ir tuman bo'yicha amalga oshiriladigan loyihalar bo'yicha mana bizning Forish tumanimizda yana ayrim bir masalalarga to'xtalib o'tmoqchiman. Yana Osmonsoy mahalla fuqarolari, ya'ni Osmonsoy dehqon bozorini tartibga keltirish va infratuzilmasini yaxshilash uchun
Yani bu yerda albatta atrofida tegir panjaralar bilan avtoturargohlar bo'ladi, yoritish tizimi, arza hududlari va boshqa ishlar amalga oshiriladi. Buning uchun demak 3,5 milliarddan ortiq mablag' ajratilyapti. Rejalashtirganmiz. Ikkinchisi, Osmonsar o'sha hududdagi o'tgan davlat ahamiyatidagi katta yo'limiz yo'lidan biz mana servis point obyektlarini tashkil qilishni ham reja qildik. Albatta mana borgan ko'ryapmiz, juda ko'p mashina oqimlari, mana 2-3 milliardga mashinalar oqimi shu tomonda yurishini hisobga olgan holatda mana shu tadbirkorlarimizni ish bilan ta'minlash va yana qulayliklar yaratish maqsadida biz servis point demak tayyorlashni ham reja qilganmiz. Bunga ham 1 milliard so'm reja qilinyapti. O'xum mahalla fuqarolar ekstra mana xabarimiz bor. Bu yerda bizda juda ham katta turistik zonaga o'ralgan hamda alohida mana tuya sutlari bilan jigar kasalliklarini davolaydigan klinika bor. Mana shu joyda ham juda ham ko'p bugungi kunda xorijiy turistlarimiz ham tashrif buyuryapti. Mahalliy aholilarimiz ham juda ham ko'plar shu joyga borib, demak davolanyapti. Mana shuni hisobga olgan holatda bu yerda ham mana shu yo'llarni shag'allashtirish hisobiga 28 kilometr yo'llarga ham 4 milliardga yaqin biz reja qildik va bundan tashqari tadbirkorimizni o'zlari ham mana shu 50% demak ular ham moliyalashtirishni reja qilgan. Bundan tashqari mana Bog'don mahalla fuqarolarida bizda bitta masala bor. Juda ham mana Bog'don markaziy bo'linganlikni kapital ta'minlash uchun 8 milliardga yaqin mablag' ajratishni reja qilganmiz. Xabaringiz bor, bizda juda ham ko'p sport maktabimizni ham umuman olganda bazasi bo'lmaganligi uchun, binosi bo'lmaganligi uchun va juda ham faol holga kelganligi uchun buni ham albatta reja qilib, mana shu xalqimizga, yoshlarimizga, xalqimizga xizmat qilish uchun bundan reja qilganmiz. Undan tashqari bizda juda ham sayyoh joylarimizga turistlarni kelishini hisobga olib, sayyoh, Mixin, Qizilko'l qishloqlarida mavjud tadbirkorlik subyektlari dam olish maskanlariga olib boruvchi jami 37 kilometr yo'llarni ta'minlash uchun 25 milliardga yaqin mablag' rejalashtirilyapti. Xabaringiz bor, mana shu hududlarimizda albatta mana sayyohda ham bugungi kunda turibdi, katta lagerlarimiz o'stirilgan, dam olish, mehmon turizm uylari ham tashkil etilgan. Lekin bizda eng qiynalgan tomonimiz mana shu joylarga olib borishda yo'llarimiz bizda juda ham qiynaladi. Bundan tashqari mana yoz oylariga bizni Mixindagi yo'llarimizda ham shu chorraga dam olishga chiqishda ham juda ham qiyinchiliklar tug'dirayotgan edi. Mana shu masalalarni ham biz rejamizga kiritganmiz. Undan tashqari bizda mana xabaringiz bor, hamma hududlarimizda o'zimizga yarasha ixtisoslashuvga erishganmiz. Bizni mahallalarimizda hozirgi kunda dehqonchilik bilan, polishchilik bilan, yoki bo'lmasa chorvachilik bilan sanoatlashgan bizni nimalarimiz bor. Shuning uchun biz Oqtepa, demak Amurtepa, Qo'lba, Ilonli, Sayyoh mahalla fuqarolar yerida aholi tabaqalarning uzumni yetishtirishni rivojlantirish uchun bunga ham jami bunda albatta o'sha 4 milliard so'm reja qilingan. Bu hududlarda biz demak artizan hududlari hamda suv inshootlari va transformatorlarni qurishni ham reja qilganmiz va albatta mana shu mahallalarimizda suv bo'ladigan bo'lsa, transformator bo'ladigan bo'lsa, ertaga bizni mana shu bugungi kunda bizgacha hisob-kitob ko'rdik, 2000 tonnadan ortiq demak mayiz yetishtirayotgan bo'lsa, mana shu imkoniyatlar tug'ilgandan keyin biz albatta natijasida demak buni 3 barobar, 4 barobar ko'paytirib aholining daromadini ham va eksport salohiyatini ham oshirishga bizga xizmat qiladi deb mana shu masalalarni ham reja qilganmiz. Bundan tashqari mana Qo'lba mahalla fuqarolar yerida albatta mana G'alg'alov Qo'ytosh Bog'dan avtomobil yo'lining Savobeli tomonida sayyohlar uchun dam olishni, sayr qilish maskanini tashkil etish. Mana hammamiz boramiz, bahor bo'ldi, hammamiz o'sha Pervaldagi Savobeliga chiqib dam olishni xohlaymiz, o'sha joyga ovqatlanishni xohlaymiz. Mana ko'p joyda o'sha joyga ham odamlar dam olish uchun yo'laklar qilib, o'sha joyga demak suratga tushish maskanlarini qilib, mana shu dam olish uchun odamlarimizga qulay sharoit yaratib berish maqsadida bu yerga ham demak 1 milliard mablag'ni reja qilganmiz. Bundan tashqari mana Yurak mahalla fuqarolar joylashgan Xo'ja Bog'bon ota ziyoratgohining turizm salohiyatini kengaytirish. Mana shu joyda xabarlarimiz bor, juda ham mana bizda tadbirkorlarimiz tomonidan ham, hokimlik tomonidan ham juda ham katta ishlar amalga oshirilgan, lekin bugungi kunda sayyohlarning ko'payishi natijasida ayrim qulayliklar yetishmagan edi. Shuning uchun bu yerlarga biz mana kirish qismiga arkalar qilib, piyodalar yo'laklarini, tungi yoritish chiroqlarini, demak o'rindiqlar o'rnatishni hamda zamonaviy usulda sanitariya gigiyena shoxobchalarini qurishni ham reja qilib, bu yerga 1 milliard 100 million so'm miqdorida mablag' ajratishni reja qilganmiz. Undan tashqari mana turistik hududlarga boruvchi yo'llarimizni ham ta'minlash uchun 10 milliard. Bunda asosan mana Uchqulosh mahalla hududiga Aylanko'lga olib boruvchi yo'llarimiz juda ham tabiatiga boy, juda
juda ham yaxshi hududlarimiz bor, lekin yo'li ta'mirtalab bo'lganligi uchun albatta bunga ham biz reja qildik. Hamda mana Uchmon, Deriston va Abdukarim qishloqlaridan olib o'tuvchi yangidan ichki yo'llarimizni ham demak ta'minlashni reja qilganmiz. Bundan tashqari bizda alohida mana 5 ta og'ir toifaga kiruvchi, ya'ni mahallalarimizga Oqtepa, mana mahalla jami 3 milliard so'mlik 3 ta infratuzilma bilan bog'liq loyihalar amalga oshiriladi. Bunda o'rtoq qishloqlarda aholi tomorqasidan samarali foydalanish maqsadida sug'orish tizimlarini yaxshilash, To'qay qishloqida aholi tomorqasidan samarali foydalanish maqsadida sug'orish tizimini yaxshilash, yo'l infratuzilmalari yaxshilanadi. Ikkinchi mana Qizilqum bo'yicha jami 3 milliard so'mlik 3 ta infratuzilma bilan bog'liq loyihalar amalga oshiriladi. Bunda hududda joylashgan Qizilqum dehqon bozorini qayta tiklash hamda zarur infratuzilmasini ta'minlash, kooperativ Erali, Qo'lonboy ko'chalarida aholi tomorqasidan samarali foydalanish maqsadida sug'orish tizimi yaxshilanadi. Yo'l infratuzilmasi ham yaxshilanadi. Amir Temur mahalla fuqarolar yig'ini bo'yicha jami 3 milliard so'mlik 3 ta infratuzilma bilan bog'liq loyihalar amalga oshiriladi. Mahalla hududidagi sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonalari hamda savdo xizmat ko'rsatish obyektlarini uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlash yaxshilanadi. Tuman markazidan mahallaga boruvchi yangi qishloq, Ko'kbozor avtomobil yo'li chetiga piyodalar yo'lakchasi qurish, tungi yoritish chiroqlari va yo'l belgilarini o'rnatish hamda mahalla infratuzilmasini rivojlantirish. 4. Ilonli mahalla fuqarolarga jami 3 milliard so'mlik 3 ta infratuzilma bilan bog'liq loyihalar amalga oshiriladi. Bunda mahalla fuqarolar binosini ta'mirlash, Ilonli oilaviy shifokorlar punktini ta'mirlash, mahalla infratuzilmasini yaratish, jumladan elektr va muhofizlik kommunikatsiya tarmoqlarini yaxshilash. Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'ini bo'yicha jami 3 milliard so'mlik 3 ta infratuzilma bilan bog'liq loyihalar amalga oshiriladi. Ular maktabgacha ta'lim tashkilotlarini ta'minlash, mahalla infratuzilmalarini yaratish, jumladan elektr va muhofizlik kommunikatsiya tarmoqlari yaxshilanadi. Ve Allah'tan ben şunu takdir etmek ki bana yangi O'zbekiston qiyofasidagi mana bizning Mustaqil Orolov hamda yana Osmonsoy mahallalarida juda ham katta piyodalar yo'lakchasi Osmonsoyda, tungi yoritish chiroqlari, transformatorlar, tayanch ustunlarini o'rnatish, kabellar tortilishi va bundan tashqari bozor tashqi qiyofasiga o'zgartirishlar, naveslar, tungi yoritish chiroqlari ham o'rnatilishini demak biz reja qilganmiz hamda mana Jo'shali qishlog'ida artsanni qazish, ichimlik suvlarini tortish masalalari ham bizning rejalarimizga kiritilgan. Bundan tashqari va albatta aytib o'tishimiz kerak, tibbiyot birlashmasiga qarashli Mustaqil Orol o'sha mahalla fuqaroligidan joriy ta'minlash, 70-sonli maktabni joriy ta'minlash, 12-sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasalarini joriy ta'minlash ishlari amalga oshiriladi. Bundan tashqari men alohida mana hurmatli Ravshan Ayubovich ta'kidlab o'tdilar. Muhtaram Prezidentimizda mana shu Jizzax viloyatining 2026 va 2027 yillarda ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlarda belgilangan bizda juda ham ko'p mana borish tumanimizga imkoniyatlar berildi. Juda ham katta yo'llar ochildi va buning uchun albatta sizlarning xabarlaringiz bo'lishi kerak va men shuni alohida bunga ham to'xtalib o'tmoqchiman. Forish tumani bo'yicha umumiy qiymati 458 million bo'lgan ish o'rni, ya'ni 1935 nafar 8 ta yirik investitsiya loyihalari amalga oshiriladi. Bularni albatta har bittasi mana qirg'oq bo'ylarida dam olish va turizm kompleksini barpo etish bo'yicha mana 80 million dollarlik ish o'rni, 250 nafar ish o'rni yaratiladi. Bu ham bu yilga rejalashtirilyapti. Gidroksid gaz ishlab chiqarishni tashkil etish loyihasi, bazalt toshidan vata ishlab chiqarish, bazalt toshidan turli xil qurilish materiallarini ishlab chiqarish, gidroksid gaz ishlab chiqarishni tashkil etish loyihasi, bundan tashqari mana sement ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha loyihalarimiz, ohak ishlab chiqarish loyihasini kengaytirish bo'yicha hamda mana yangidan o'sha quvvati 500 kilovatt bo'lgan quyosh o'ti elektr stansiyalarini qurish ishlari ham bu yilga yakunlanadi va bu natijalar bizga o'sha xalqimizga xizmat qilishga o'tadi. Bundan tashqari mana bizda Forish tumanimizda tashkil etilgan yirik turizm kompleksi mana Uchqulochda o'sha shifobaxsh Jizzax dengiz MCC tomonidan 30 gektar maydonda loyiha qiymati 23 million dollarlik bo'lgan turistik kompleks qurish, uni atrofida ekoblock tashkil etish ham rejalashtirilgan. Bundan tashqari turizmga mana ixtisoslashgan bizlarda qishloqlarimizga demak ularda ham juda ham katta imkoniyatlar, sharoitlar bo'ladi. Bundan tashqari yo'l bo'ylarida savdo, logistika va boshqa kichik xizmat ko'rsatish yo'nalishida 40 ta obyektlar tashkil etiladi.
Bundan oldin Forish tumanida tashkil etiladigan gavjum ko'chalar, ya'ni Bog'dan Mefeydagi Amir Temur ko'chasidagi mana 24 ga 7 ishlaydigan gavjum ko'chalarga aylantiriladi. 2026 yilda xabarimiz bor. 1-iyunga qadar Forish tumanida ushlashdagi Qo'rboshi ruh konida geologiya qilmishlari yakunlanadi. Mana hurmatli Rasul Aytuvchilar birgalikda necha chaqirib o'zlari bilan birgalikda rahbariyat bilan gaplashib, bular albatta bizga ertaga mana shu mahalliy aholimizni ish bilan ta'minlashda, kambag'allikdan chiqarishda albatta bizni haqqimiz ishlaydi. Bular bizga juda ham katta imkoniyatlar berganligini alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Bundan tashqari mana Forish tumanimizda bizda qishloq xo'jaligi mana keyingi paytda juda ham eksport va qishloq xo'jaligiga bo'lgan odamlarimizning munosabati yana qiziqishlari ko'payishi hisobiga mana yana imkoniyat berdi. Mana shu qarorda demak mustaqillik Mefeyda 35 gektar, Orolda 35 gektar, Garashada 30 gektar, jami 100 gektarlik maydonlarda demak mevali bog'lar plantatsiyasi yangicha tartibdagi demak plantatsiyalarni tashkil etiladi. Bundan tashqari mana Oqtom Eksblok ushulashda joylashgan jami 98 gektar yer maydonlarida 11 ta konlarimiz savdolarga chiqariladi va o'zlashtiriladi. Bular bizning tumanimiz uchun ma'lumot sifatida aytib qo'yishimiz kerak. Hozirgi kunda tumanimizda yer osti qazilma boyliklaridan demak 55 ta bo'ladigan bo'lsa, mana shulardan hozir 11 ta yerlarimizda mana shu rejalashtirilyapti va albatta buni natijasi bizlarga mana shu xalqimizga va respublikamizga juda ham katta xizmat qilishda hissasini qo'shadi. Bundan Forish tumanimizda bugungi kunda mana hududda avtomobil yo'llarini G'allanol Qo'ytosh Bog'dan avtomobil yo'lining 83-90 km oralig'ida demak yana bu yerda ham o'sha asfalt qilish ishlari amalga oshiriladi. Bizda xabaringiz bor, yana bizlarda Forish tumanining markazida 20 ming aholining ichimlik suvi bilan ta'minlovchi uzun quruq suv inshootida 3 ta katta ko'tarma nasos stansiyalari, elektr tejamkor, demak 6 ta gazlangan nasoslarni o'rnatishni ham rejalashtirganmiz va mana shu tumanimizga suvni olib kelish jarayonida bizga albatta xizmat qilishi uchun demak mana shu narsalarga ham mablag'larni ajratishga ko'zda tutilgan va bu yerda albatta uni ijrosi ham ta'minlanadi. Bundan tashqari Forish tumanimizda hududdagi mana 56-maktabga sport zal qurishni ham rejalashtirilgan. Bundan tashqari mana Norvon mahalla fuqarolar yig'inida 64-maktabimiz filialini biz borib ko'rganmiz. Juda ham asharali holatda va internetlarda ham hammamiz xabarimiz bor, ko'rib chiqib mana shu 64-maktabni yangidan qurib berishni demak reja qilganmiz. Bundan tashqari endi hamma mana yuqorida mana shu topshiriqlardan kelib chiqqan holatda Rasul sizlarga ming rahmat, shu prezidentimiz barcha bizlarga imkoniyatlarni, sharoitlarni beryapti. Har tomonlama bizlar mana shu imkoniyatlarni salomatli rivojlantirishga va bugungi kunda mana yil yakuni bilan 2025-yilda olgan bo'lsak 1 trillion demak 803 million bo'ldi misol uchun sanoatimiz va buni biz albatta kecha siz bilan gaplashganimizda buni albatta qo'shimcha demak bajaramiz, sanoatimizda imkoniyatlarimiz va bugungi kunda mana yangidan sanoatlarimiz, yangidan bizim loyihalarimiz amalga oshirishni natijasida sanoat jihatdan qishloq xo'jaligini rivojlantirishda hamda xizmat ko'rsatishni evaziga bugungi kunda bizni tumanimizda juda ham katta rejalarni va marralarni oldimizga qo'yganmiz. Buni albatta birgalikda biz Forish tumani aholisi bilan birgalikda bu ishlarni hammasini amalga oshiramiz va bu ishlarni albatta yil yakuni bilan mana shu maqsadimiz aholimizga kambag'allik darajasini, ishsizlik darajasini va natijada mana shu sanoat o'sishini, eksportlar, investitsiyalarni natijasida biz aholimizning daromadini ham oshiramiz va mana shu muhtaram prezidentimizni oldida qo'ygan ustuvor vazifalarni biz mana shu tumanimizning komandasi bilan men boshchiligimda mana shu tumanda hamma mana shu yerdagi komandasi Rasul Aytush burada hammasini nazoratga olib ishonchni oqlaymiz va buni bajaramiz va mana shu berilayotgan mablag'larni har bir tiyinigacha biz ularni maqsadli ishlatib va xalqimizda xizmat qilishda men o'zim boshchiligimda sizga komandamiz va'da beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, mana tumanimiz hokimini tumanda ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish to'g'risidagi dastur mavzusi hisobotini eshitdik. Juda yaxshi, mana bunda o'tirganlar, o'tirgan deputatlarga mana shu ishtirok etayotgan sessiya qatnashgan shuni aytishim kerakki, mana bu masala juda ham dolzarb, bu xalq manfaati, ayniqsa Forish tuman xalqini
manfaati ko'zlangan bu yo'nalish mana shundan kelib mana shu hozir o'tayotgan sessiyamiz to'g'ridan-to'g'ri YouTube kanalida прямой efir berilgan. Bu ochiqlik darajasi va xalq manfaati olayotgan ishlarga yo'nalishlar. Bu hokimimizning ma'ruzasiga nisbatan deputatlarda nima fikrlar bor? Qolaversa mana bu yerda o'tirgan ishtirok etayotgan sessiya ishtirokchilariga fikr bildirish vakolati bor. So'z berish vakolati bo'lgan marhamat ishtirokchilar o'zlarini fikrlarini nima deysizlar? Qani gapirasizlar? Assalomu alaykum, hurmatli Ravshan Ayupovich, kengash raisi, sessiya yig'ilish ishtirokchilari. Ma'ruzani tingladik, dastur bilan tanishib chiqqanmiz. Haqiqatdan ham bu yerda tumanimizdagi barcha muammolarni simyog'ochlaridan tortib ijtimoiy obyektlargacha, suv tarmog'igacha hammasi ko'rib chiqilgan. Hech narsani e'tibordan chetda qoldirilmagan, ko'rib chiqdik. Xursandmiz va shu o'rinda Ravshan Ayupovich siz orqali yurtboshimizga bizim muammolarimizni yechish uchun barcha imkoniyatni qilib berib, mablag'larni ajratib, bizga yordam berayotgani uchun siz orqali minnatdorchiligimizni bildiramiz. Va bu mablag'larni joy-joyida to'g'ri sarflanishini, o'rinli sarflanishini, tuman hokimimiz aytgandek tiyin-tiyingacha halol sarflanishini biz ham nazorat qilamiz deputatlarimiz tomonidan. Assalomu alaykum, siz ishtirokchilari, Ravshan Ayupovich. Men boshdan 5-chi Oqtepa saylov okrugidan deputat Nodir Sodiq bo'laman. Ochiq hozir to'g'risi mana shu dastur bilan tanishib chiqib, bu mablag'lar, bu raqamlarni bitta prezidentimizni eng chekka tumanga shuncha mablag' ajratganini to'g'risi juda hayajondamiz hozir. Biz aynan deputatlar o'zimizni uchastkamizga chiqib, xalq bilan uchrashayotganimizda ular berayotgan savollar, ular bildirayotgan takliflarga nima deb javob berishga qiynaladi to'g'risi. Svet, gaz, suv, yo'l muammosi. U mablag'larni qayerdan beramiz bularga? Nima deb javob bersak edi saylovchilarimizga deb. Ochiq to'g'risi mana biz aynan o'zimda Amir Temur mahalladan mana shu dasturga tushgandan juda xursand bo'ldim. Ochig'i butun Forish tuman xalq nomidan butun deputatlar nomidan prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qo'ysangiz, yetkazib qo'ysangiz rahmatnomamiz. Biz kanalni o'sha prezidentimizni 26-dekabr kunga O'zbekiston Oliy Majlisiga, O'zbekiston xalqiga bo'lgan murojaatini deputatlarga o'sha 6 yo'nalish bo'yicha amalga oshirishni hammasidan tanib chiqdi. Mana o'sha 23-yanvar kungi selektor video yig'ilish orqali bizning Samarqandda qatnashganimiz asosan o'sha yerda sizga mana shu har bitta og'ir tumanlarga, tumanlarga borib o'zingiz borib o'sha tumanlarni sessiyalarida qatnashib, o'sha aholi bilan xalqchi deputatlar ko'rib bilan birgalikda mana shu dasturlarni muhokama qilib chiqarishga kelganingiz uchun sizga katta rahmat. Faqatgina tumanimizda keyingi yillarda amalga oshirilayotgan ishlarga bular yana qo'shilishi, mana shu 5 ta mahallamizda 15 milliarddan tumanimizda 60 milliard, keyin yangi O'zbekiston dasturi doirasida 2 ta mahallamizga 10 milliard mablag' ajratilishi hammasi o'sha yillar mobaynida yig'ilib qolgan o'sha aholining muammolarini yechishga mustahkam zamin yaratadi. Buning uchun mana shu yilni mahallani rivojlantirish, jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilinganining o'zidan muhtaram prezidentimizni o'sha butun O'zbekiston xalqini o'ylab, ularning butun hamma muammolarini hal qilishga yaratilganligini bugun isbotlab ko'rsatdi. Buning uchun hurmatli prezidentimizga, muhtaram prezidentimizga, bütün Forish nuroniylar nomidan qattiq minnatdorchilik bildiramiz. Har doim chiqib mana shu O'zbekiston ravnaqi yo'lida, O'zbekistonning rivojlanishi yo'lida mustahkam juda sog'liq bilan yuribmiz. Umuman mamlakatimiz uchun fazilatlarda o'rta toifadagi o'sha 4 uy bo'lgan aholi bilan boshqa yashashgan shunday mumkinlikka o'tirib ishonamiz. Hammamiz mana shu birgalikda mana shu ajratilgan mablag'lardan shu joylardagi mahalla raislari yetkazib bilan birgalikda bütün aholi o'shani maqsad yo'naltirishda bundan-da yaxshi sharoitlar yaratib, xalqimizning turmush farovonligini rahmat. Rahmat. Yana kimlar?
ikki imkoniyat edi. Nimaga shunday pul berilgani, tushmoqlar, shuncha e'tibor, respublikadan bank rahbarlari, vazirlik rahbarlari, o'sha tumanlardan o'zinglar ko'rsa, o'z mo'y mahalla yurishdi. Hammasidan qilishadi. Shu bilan migratsiya to'g'ri hukumat deputatlar bu o'sha aytganimdagi qarshi qilishadi. O'shanga ya'ni o'zda endi deputatlarimizdan turadigan eng katta masala bu jamoat nazoratini ta'minlab berish. Nima degani jamoat nazorati? Ana hozir dasturlar maqbul etilgandan keyin e'tibordan keyin mana ijroga tushamiz. Yo'llar ertaga o'sha har bitta mahalla raisi yoki deputat ko'rganda bu yo'l nimaga bundan bo'lib ketyapti, nima bo'lganda yaxshiroq o'tganda bilmayman, Toshkentdan bu mablag'ga prezidentimiz bergan o'zlarga o'zimizni mablag'ga o'zgarga yarashimiz kerak. Agar bir nima noto'g'ri bo'lyaptimi, aytinglar. Agar bir narsaga noto'g'ri sarflanyapti, undan ko'ra bunga ketkizgan afzalroq seni gapiringlar. O'sha takror bo'lardi. O'sha kengashlar, o'sha sessiyalarimizda jim bo'lmasa har oy buni o'zi ijrosi tasdiq qanday ketyapti. Nafaqat o'zingiz zo'r bo'lsa-da, rais hamma o'zini yonishi bor. To'g'rimi yo'q? O'sha qishloq aholi faollarini jalb qilib birga muhokama qilib borish kerak. Hozir nimaga man bir aytolmaymanki, mana bir ikki misol ko'rdim. Hozir man loyihalar olman. 3-4 loyihada o'sha ajratilgan pulning ichiga mahalla fuqarolar yig'ini atrofida temir panjara bilan o'rash. Mana bir 5 soat kecha o'tkazishadi 5 tasini. Va olib ketibdi. Biz kimdan beramiz? Yo mahalla raisi panjara qilib, kimdan o'zini asramoqchi? Nima kerak bor? Prezidentimiz mana Toshkentga kabinет borasida ko'rganimizda Toshkentdagi barcha davlat muassasasida atrofdagi panjaralarni prezidentimiz olib tashladilar. O'sha anaqa prezident bo'lganlardan keyin. Nimaga? Chunki u hali davlat xizmatchisi xalq uchun, u xalq davlat xizmatchisi uchun emas. U ochiq bo'lishi kerak, u qotgan ishni ham bilish kerak. Odamlar bu juda katta masala bor narsalar. Hozir shunga davlat kunida o'sha 300 million turibdi masalan, mahallada panjara qilishga. Bu 300 milliondan ko'rasa o'sha yondagi maktabda kecharasi tualetlarida o'ylab qo'ygani yaxshi emasmi? Ko'p qishloqlarda o'zingiz ham bilasizlar, hammalar bog'chada yo maktabda bolalarimiz o'sha ko'chaga chiqib ketib, qishda bo'lsa ham o'sha tualetga ko'chaga chiqadi. Shuni ular biroz to'g'rilab qo'yganimiz yaxshi emas, bolalarimiz kasal bo'ladi. Yo'q, bog'chasiga o'sha qilib o'ylab berganimiz yaxshi emas. Shunga sizlarni faol praktik deyiladi. Praktik o'tirishingiz kerak. Agar to'g'riroq aytinglar, o'sha jamoat nazorati nimani o'ziga ichiga qaror qiladi. Birinchidan mana bu hozirda bo'lganda mahallalarga borib, lekin yana bir marta ijtimoiy muassasa. Albatta, katta maktab, mana bog'chalarga subsidiyalar, xususiy bog'cha ochishga, boshqasiga katta obro'lar beriladi. Katta maktablar qurilishga pul beriladi. Bu o'zlariga dastur bor, mana 3 yillik qabulga ketyapti. Bu ham mablag' bor, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin mana hozir ana bu kichkina xarajat bilan agar o'sha og'ir qishloqda rivojlanishgani albatta daromad o'stirish gapirgandagi iqtisodiy, sanoat, qishloq xo'jaligi barobatida ham juda muhim. Lekin odamlarga yashash sharoiti barobar. Pulingiz bo'lib, uyingizda suv bo'lmasa, ichimlik suv bo'lmasa, bu ma'lumda bir qadrga e'tibor beradi. Unda bu yoshlar baribir yashaydigan qishloqda qochqarib ketaman deb turadi. Ya'ni yashash sharoitiga e'tibor beradi. Albatta buni cheklagan. Albatta o'sha kimlar hozir endi davlat bor imkoniyatlardan foydalanyapti. Birinchi marta o'zi bu ham bo'lgan. Lekin shuning ichida eng ustuvor tanlashimiz kerak. Shu ustuvor ishlar o'sha ijtimoiy qarorlarga, maktab yonida sport zal. O'sha materializmda barvaqt ketadi. O'sha maktab yonida sport zalmi, yo o'sha tualetmi, yo mana juda katta masala ichimlik suv. O'sha ichimlik suv tarmog'ini qanday to'g'rilashmi, shu narsalar ham ko'z ustiga keladi. Hurmatli deputatlar
nazoratiz. Bu birinchisi jamoat nazorati. Ikkinchisi jamoat nazoratiki katta loyihalar hokimimiz o'zi prezentatsiyasida aytdiki, katta loyihalar amalga oshiriladi. Albatta ular xorijiy investitsiyaga masalan 1 milliarddan ortiq xorijiy investitsiya jalb bo'lmaydi yilda mana shu solishtiradigan bo'lsa 100 milliondan bo'lmagan. Bu 1 milliarddan oshdi. Lekin bu loyihalarda tuman o'zini o'rnini topishi kerak. Nima demoqchiman? Mana 1 milliard xorijiy investitsiya keldi tumanga. Yana o'sha 1 milliard mamnun haqida tushib ketish kerak emas. O'sha albatta asbob ustun olib kelish kerak, qanaqadir murakkab texnikalar olib kelish kerak, boshqa narsalar kerak. Lekin shu puldan qisman tumanda ham olish kerak. Nima misolda? Avvalambor tumanda ishlaydigan odamlarni qanaqa o'sha ishga jalb qilish orqali, ya'ni oilaga bo'lib qo'shish. To'g'rimi? Ya'ni o'sha mana masalan administratsiya qurollarida endi boshlanadi. To'g'ri, uchqulash, o'zinglarni hali uchqulashligi qoidada bilasizlar, mana nechtadan biri birinchi marta uchqulashga 2006 yil kelgan. O'shanda ham ish to'xtaganidir. O'sha mana 30 yilda hali 2002-gacha vaqt ishladi. Mana 25 yilda mana shu qonunni bu yil hali tiklayapmiz. O'ta xorijiy investitsiyaga vaqtida hozir borgan odamlar bo'lsa, shu maqsadda xorijiy yo'l bilan ishlayapti. Kechirib gaplashganida o'sha zapaslari yaxshi, o'sha ichida sodержание xudolar hali yaxshi. To'g'risi shu mana shu yil qurilish boshlanadi. Endi loyiha boshida juda yaxshi o'sha 750 million hozir investitsiya o'ziga shunga investitsiya kerak. Lekin mana bu loyihaga qanaqa qilib bu loyihadan shu loyiha sonini tuman uchun foydalanishimiz mumkin. Birinchidan ishchilar. To'g'ri, o'zda odam ishlaydigan odamlar. Lekin o'zda odam ishlaydigan odamni mahallaligini oddiy ishga aylantirishimiz mumkin. Sipir tozaladigan masalan, boshqa qiladigan, to'g'ri. Bu bir oy 3 million, 4 million oshib beradi. Shu bo'ladi. Lekin agar amdo bir murakkabroq ishga jalb bo'lsa, shaxtaga kerakmi? Qanaqadir hali o'sha texnik kerakmi? Zavodda ishlaydigan hali shaxta bo'lmaydi, hozir metallurglar shaxta deydi. Hali o'sha kerakmi? Kerak. Uni oilaga 10 million deydi, to'g'ri? Undan boshqa qoladi. Lekin u ifodalar tayyorlashimiz kerak. O'shaga, o'sha kollejimizda kollejimiz bor. O'shaga shu loyihalar hali tashabbuskorlar bilan uchrashib, o'sha mana sizlarga bu qurilish boshlagan bo'lsa, bu yil, keyingi yil nechta elektrik kerak, nechta hali katta sohaga hali vazifa kerak, qancha santexnik kerak, va hokazo. Qolaversa o'zimizni uchqulashda ishlayotgan bo'lsa, turk xabarsofiga ko'rdim, to'g'ri? O'shaga shularni so'rab bilan tayyorlash boshlashimiz kerak. Kollej rahbari bormi? Shuni ular tayyorlash boshlash kerak. Men uchqulash misolida gapirolmayman, lekin burada mana tumanni 1.8 trillionga sanoq mahsulot ishlab chiqaradi. Bundan foydalanish kerak bu, hali unikal imkoniyat. Bundan foydalanishimiz kerak. O'shaga shuni aniqlab ular hozirdan tayyorlash kerak. Kerak bo'lsa Jizzaxda boshqadan davlat kerak, o'zga kerak. Ulardan hali iltimosisi balki o'zini mutaxassisga beradiki, hali o'zini talablarini o'rganish kerak. O'sha turgan standarti bo'yicha qanaqa bo'lishi kerak, nima qobiliyat bo'lishi kerak, nima biladigan bo'lishi kerak. Shu ishlar bo'lishi kerak. Jizzax politsiyasiga mana katta hali hamkorlar yapmoqda. Bu ikkinchi yerda ertaga hozir o'ziga ishlaydi, daromadga yaxshi bo'ladi, oilasiga yaxshi, qishlog'iga yaxshi rivojlanadi. Bu ya'ni ikkinchisi albatta endi ularga xarid qiladigan mahsulotlarimiz bor. Sabzi bor, piyoz bor, go'sht bor, suv bor, yog' bor, nima qilib olib keladi. Shu administratsiya bo'lsa ham bir quvvatga odam bilmaydi, kuch yeydi, joy yeydi, og'ir yeydi, o'shalarga shunday yetkazib bo'ladi. Ikkinchisi nimani ularga yetkazib berishimiz mumkin. Bu ikkinchi ishlashimiz. Uchinchisi katta loyihaga bu outsource. Ya'ni o'sha yerda zarurimizni xorijiy tadbirkor borib, yoki do'kon ochsa, o'shanda chiqqan yaxshi oylik topadigan odamlar borib
Bilmiyorum. Bu doğradımı, doğru yok, çiğ doğradımı, yok sil doğradımı. Peki, her bir doğramız koşulda şu magazin var, şu burada. Doğru mu? Yoniye hani o şey okan veriliyor, hani bunu kahvenin hani orası burada. Uzun zaman var mı? Bu çok gerekiyor. Şu işler başkahta adetler yoniye bitse, o şeyde şu daramat kısmından bahsediyor. Bak da okan hani konuştu var diye, hani bulup, arkada hani makam daramat koşuyor, şurada bitsin. Bu ikinci mesele. Üçüncü mesele. Barışlık farklı sanat farklara hazırlanma. Yani 7 tane, 8 tane bazar zavodumuz var. Doğru mu? Lekin ben bazar zavodundaki borlarım, kendinden ayarladım anlasını. Dolayısıyla bittasi işler var. En kolay şu bazar çıkaranlarda işler var. Ağayanın ödücü kolay hamrak sallar. Ya ben işler yok. Bittasi var. 3 tane yer bazar zavodum. Barışlıktan bittasi ahmeşi etmegen. Şu investitsiya foydalanadigan, lekin bu investitsiyani qaytarib chiqimi yo'q. Hurmatli deputatlar, o'sha barchaga taklif qiladiki, o'sha shu loyihalarni qilgan tashabbuskorlardan, tadbirkorlarni sessiyaga chaqirsak. Ulardan muhokama qilsak. Nima qilish kerak? Balki tadbirkor qilib o'zini qotganda o'sha shu loyihani yurgizaman, daromad olaman, ishtirok qilaman deb niyatda qilgan. Lekin har sabablar bo'lishi mumkin, shu yo'l bo'lgani uchun. Balki tuman darajasida ijodiy masalalarimiz bor. Ya'ni misol hosil balki hali tuman darajasida sizga o'tgan masala bor. Balki buni ko'payib bordi. O'sha hammani yig'ib o'sha loyihalarni qanaqa yurgizmoqchimiz, pul ketadi, yurgizish qilishimiz kerak. Buni ishlatishimiz kerak. Bunaqa men bitta bozorga borgandim. Bunaqa korxonalar 20-30 ta bozor qildim. İşlemeyen, qilaryapti, ishlamayapti. Shuni hali shulardan endi vazir deputatlar paxta sinf orasida faol sessiyaga ular tadbirkor kelib, qatnashib, sizlarni savollariga javob berishga shart tumandan bo'lgan. O'shaga ulardan ishlarni muhokama qilish kerak, yechim topish kerak. Masalasi bo'lsa ishimiz kerak. Yana ikkinchi masala mana aytganim mana Karbonat degan hali korxona. Boshqa korxona biroz qolib chiqaradigan, deyaptilar. Lekin shu korxona bugungi kunda bankrot holatga aylangan. Sabablari ko'pdir, lekin bitta sabablardan bittasi o'sha yerda hali ishlar bilan hali nizolar kelib chiqqan korxona. Shuni vaqtida nimaga olgan? Mana o'sha nizodan men o'sha ishga odamlar mahallada yashaydi, tumanda yashaydi. Shuni muhokama qilganda balki oldini olardi. Hozir mana qilish kerak. Mana korxona bankrot bilan ishlamayapti. İşletmen yana 1000 tane işçi odamda, şu 1000 odam olayotganlar olmayapti degan. Nima qilishimiz kerak? Bizlar bu masala albatta sud haqlari tekshirilmoqda, bu juristlar o'tirgan. Bankrot bo'lsa sud qaror ko'rar, lekin o'sha sudda ham baribir javob beraversa tashlaydi. Javob berishni deydi, o'sha yana instrumentlar ham bor. O'shalardan birga ishlab, ishlarni topib, qanaqa maqsad korxonadan ishlatish. Maqsad tezroq agar boshqa investitsiya o'tadimi, bu holatda boshqasi bo'ladi, tezroq o'zgarish. Bu muhim masala. Bu 1000 odam beradi. Topgan. 1000 odam beradi. So'z paytida mana 2 oy o'tib bo'lganida o'sha yo'l xaritasini chiqib o'zgarish bo'yicha. Lekin mana kecha muhokama qilganda yurtganiga. Bunga ham hurmatli deputatlar sari javob nazorati kerak albatta va juda muhim bo'ladi. Shu masalada juda muhim bo'ladi. Yani qishloq xo'jaligi bo'yicha cheksizlik bayonoti. Cheksiz tumanda. Lekin undan yaxshi foydalanishimiz kerak. Masalan, mayiz. Shu osmonli bozorga kirdi, ko'rdi, juda ko'p mayiz sotiladi. Lekin buni o'sha mayizni mana biza 2000 dollar deymi? 2000 dollar. Shu 2000 dollar topgan mayizimizni mana hozir bilan birga o'zimizga reja qo'ydik. Kamida 10,000 dollarga olishimiz kerak. Nimaga? 2 dollardan sotiladigan bo'lsa ham kilosi. Tonnasi qancha bo'ladi? 2000 dollar. O 10,000 tonnasi 20 million dollar bo'ladi. Shu 20 million dollar sotib oladigan bo'ladi. Hozir ular rivoj yo'q. 240 milliard so'm deydi. Masalan, qancha bo'ladi? Bu deyarli bo'lmaydi. Hozir birinchidan bu yetkazganimizdan qanaqadir
tumanlarga qarab boshqa hududdagi qarorda eksik bo'lyapti. Ya'ni hali orasida belgilab qo'yapti. Ikkinchidan bo'lsa ham hikoyatimizda foydalanayotganimiz yo'q. O'shanga mana Qo'shrabot Agrostar degan kompaniyamiz bor. Bu Xalvat tomon tashkillangan. Shu Xalvat mana shu yerda hozir bayishchilikni rivojlantirish bo'yicha o'tayotgan. Va bunga qaysi tumanlarda, qaysi mahallalarda bo'ladigan bo'lsa, raislardan, hokimiyatchilardan iltimos shuni ham o'zini paxtasida yetishtirishga u agrosar faqatgina yerni olib ishlatadigan emas, yo'q. Uni maqsadi umumiy o'zi tumandagi maishatchilikka rivojlantirish. Ya'ni nafaqat o'zi qanchalar 100 gektarda boshqa xonadon, aholini hali o'sha ajratilgan ijaraga yerlar, ularga yetkazish, ularga to'g'ri agrodon, to'g'ri sortini olib berish, keyin ma'lumotda hali o'sha qurtlarga hali qadoqliga usullarni qo'yish, shu loyihalar hammasi qo'shishimiz kerak aslida. Qo'shishimiz kerak. Ularni o'sha bu bankga bu ham davlat siyosati, prezidentimiz bu kompaniyaga pullar berganlar, o'zi ham pul o'tkazadi. Mana shu bayonchilik bunday qo'shiladi. Boshida e'tibor qilgan bo'lsangiz, o'zi prezidentimiz sekretarida ham o'sha har bitta tumanni solishtirib ustunliklari bor. Ya'ni uni rivojlantirish tumanda farq qiladi. Uni rivojlantirish bo'yicha imkoniyatlar beradi. Sanoat manfaatlari bor. Boshqa tumanda yo'q. Bu ham solishtiruv ustunligi hisoblangan. Yo'q, yer juda katta bor, o'zlashish bo'ladi. Bu ham o'sha ya'ni qishloq xo'jalik rivojlantirish bo'ladi. Bu ham solishtiruv ustunlik bundan foydalanadi. Daromad keltiradigan narsalar shu. İkincisi bu çorbaçılık yapar. Çorbaçılık, çorbaçılık, peki bu çorbayı ham o'sha ma'noda bor zamonga ergashtirib, daromad keltiradigan aylantirishimiz kerak. Nimaga bu bor? Yer. Ammo birinchi zotni qilish kerak, boshqa qilish kerak. Bu alohida dastur qildik. O'tgan mana Jumhuriyatdagi o'zgargan qarorda katta rejalar bor. Zotni yaxshilash bo'yicha. Lekin shu bilan birga yer yetishtirishimiz kerak. Mana o'sha osmonli bozorga kirib, chorva sotadigan joyga, yer sotadigan joyga bir marta so'radi. Yer chiqadi. Shu holatda ana ro'shnofatni boshqa hammasidan so'radi. Hattoki bittasi ham Forish tumanida yetkazilmagan, hammasi chetdan kelgan. Hammasi. Bu degani daromad tumanda qoldi. Albatta, u ham O'zbekiston, u ham rivojlansin, mana hech qanday yo'q. Lekin agar shu Forish tumanida shu yerni yetkazganimizda, shu daromad qo'shilgan qiymat to'liq Forish tumanida qolib edi. Ya'ni o'sha oziqa bo'yicha o'ta qilayotgan ishlarimiz juda ko'p. Oziqani barqaror oziqa bazasida yetkazib bermasak, bunda chorvachilikka rivojlantirish juda ham qiyin. Bo'lmaydi deyapman, juda ham. O'shaga mana Saroq qurilish bank tajriba qildi. Saroq qurilish bank mana 200 gektarda o'zini o'sha oziqa yetishtirish bo'yicha loyiha boshlamoqchi. Gaplashdik, istiqlol gaplashdik. Bu faqat 200 gektar. Lekin qo'shimcha ham tadbirkorlar qiladigan bo'lsa, tayyorlab berishimiz kerak. Muhim masala. Mana o'sha Siyos misolni keldik, mana arzon degan katta samara beradigan ham shunga kabi loyihalarni hali shundan qilishimiz kerak. Uchinchi qishloq xo'jaligida bitta narsaga hayron bo'ldim, mana Periyolda tomonidan yurganda tovuq bo'ldi, aralashib bo'ldi. Hali go'shtni eng arzoni bilasizlar qarang. Oqsilda eng arzoni tuxum. Mana go'sht qanday bo'lsa, shu eng tez yetishtiriladigan narsalarga odamlarning o'ylarida o'ta qaradan o'tayotgan joyda mahallalarda paranda yo'q. Demak, tez o'sha hokimiyatchilardan birga odamlarga 30 ta 50 ta yo'q, mana Afg'oniston so'zchini sirotda 3 yordam ishlaydi qurilishda. To'g'ri nima deyiladi? Shuni bemalol tadbirkorlar topib biznesga aylantirsa bo'ladi-ku. Tez bo'ladi. Bir yilga bo'lmay hammasi ishga tushadi. Hali yaxshi yer xazinani bittasi deydi-ku, to'g'rimi? O'shaga hali yaxshi daromad keltiradigan o'sha tepadagi tog' qishloqlarga hali parrandachilikni rivojlantirsak, qancha o'zi samarasini beradi. Shuning uchun hurmatli deputatlar, mana imkoniyatimiz ko'p.
Hamma instrumentni bizga qo'limizga mablag' qo'limizga berdilar. Endi faqat sizlar faol ishda o'zinglarni o'sha unda har bitta loyiha bo'yicha joy qo'ydirishinglar, takliflar, tashabbuslar berishini nihoyat rahmat. Yalnız aka, bugungi kun tartibi masalan keng hamrohdan tumanimiz hokimiga savollar berdi, Rahbar akamiz keng ortib berdi. Nima maslahat, takliflar, gaplar bo'lsa Mahalla raisi qatnashgan bo'lsa, qaysi mahallalarda? og'ir mahallalarimizda. Mahalla qilishlar. Kimler Respublika büdjetinden, mahalli büdjetlerden geçen bağlantılı, aksakallarla biz rejasını layihasını kurduk. Ama bakımda yürüttüm şu bir kanun. Mazarımız kaydırı başlatmış. Yani mazarımız kaydırı başlatmışsa şimdi sağda hastalar, şeyde lokandalar şunlar. Haftada bazı bir marka bulutken mazar hafta davamında devam etse bulalım. Aslında hassasam Allah'ımız çağ açık diye tanıştık. O şey diye tanıştıklarından yaz boyu kavun, karpuz, ikiler var. Şurada hafta yetişmiş. Aynı bir hasılatlar var. Dağçılık. O şey elektriğin etkisini İstanbul'da yapmış, İstanbul'dan anlaşmış. Çünkü halkın havatısı da elektriğin etkisi açık olsun çıktısı 2 metre aramızda bulur. Mesela şöylemiz kadın bu şarjlarını yapıp kalkına kenar altından çıkar. Bu sosyal köprü yarışmasıyken bu şekilde kenar altından çıkar köprü olur. Onun hazır anlatışta şarayı var. O şekilde Allah'ın doğrultusundayız. Anlasın azatlık olan sözümüzde deputatlar var. Kulağın var, gördüğü akıllı. Reçeleştirdik ama aydanı doğru yolda koyup işte tanıtıyor. Hozir o'sha 2 million 2 milliardlik xarajatni rejasini qildingizmi? Nima ishlatamiz? O'sha dehqon bozori. O'zimizda dehqon bozori qayta tiklash. Avval bordi, keyin bu to'plangan joylar o'sha yerda ham rivojlantirib, avtoturargohni qilish, yoritgichlar qilish, o'sha daraxtlarni rivojlantirish, suv ta'minotini tortish. Shu yerda o'zimizda suv bor, faqat 500 metr sohada. Yaxshi bitta narsaga e'tibor bermoqchiman. Suv ta'minotini yaxshilash. Ko'p mahallalarda, ko'p qishloqlarda haqiqatan suv qattiqmoqda. Ham ichimlik suvi, ham o'sha sug'orish uchun ishlatiladigan suv bor. Buni albatta qilishimiz kerak. Lekin boshqa ham bor. Respublikada bir 16 ta yarashmasa tuman borki, suv sathi tushib ketgan. Oldingi yillarga nisbatan. Borish suvlari yaxshiroq ichgan. 20 metrlar bilan hozir yilgi yo'lda shu saytlardagi lekin 20 metrdan ko'p tushib ketgan. Saror tuman bor. Bu ham shu suv manbasi kamayib boryapti. Tabiiy, iqlim o'zgaryapti, boshqalar bor. Foydalanishni samarasiz afsuski aeroportlarda o'shaga yangi navbatga olishimiz kerak. Ya'ni o'sha suv loyihalari qilayotganda, mana hozirgi loyihalar qilayotganda avvaldagi ariqqa yog'ochib suv qulatish emas, o'sha tomchilar qulatish va yomg'irlatish bilan aylanadigan. O'sha yomg'irlar tushishtirib boshqa suv tejaydigan texnologiyalardan foydalanishimiz kerak. Suv oldindagi bemalol suv bo'lmaydi, ochiqlashimiz kerak. Rahmat. Marhamat, qaysi mahallada? Og'ir mahallaga o'zimdik. Ular bo'lsa aytsinlar. Shunchaki qo'yganlarlar. Sayyod qishloq. Qaysi mahallaga? Sayyod nega?
Marhamat. Mayli, takliflaringizni yozib Yaqinlarimizdan borib ko'rdingizlar, shularga hurmat ko'rsatdik. Siz borib ketgandan keyin aholining kayfiyati ko'tarilganini aytmoqchiman. O'sha qo'shiqlarni eshitganman. Kelib mahallaga keldida juda yaxshi bo'pti, yaxshi boshlayapsizlar dedilar. Rahmat aytdilar. Keyin ularga kelishim uchun sug'orish tizimi agar joriy qilinsa, biz hamma xonadonga tomchilab sug'orish qilamiz. Chunki agar biz uni ariqda bersak, bu suv yetmaydi. Suv zaxiramiz juda kam. Tomchilab sug'orish qilinishi kerak. Hisob kitobini ham oldik. O'rtacha bitta xonadonga 800 ming so'm, 1 million so'mgacha pul ketadi. Hammasi o'z hisobidan qilishni aytishdi. Keyin boyagi suv kelgandan keyin nafaqat uzumchilik, balki tomorqani rivojlantirish uchun pomidor, bodring, ichki iste'mol uchun, o'zlari uchun piyoz, kartoshkalarni ham ekishlarni rejalashtirib qo'yganmiz hammasi. Insonlarga rahmat aytmoqchiman. Tamam. Rejalar to'g'ri olsangiz bo'ladi. Shu mahalla atrofiga panjara qo'ysangiz bo'ladi. Tamam. Albatta siz buni kelishingizlarga to'xtaladi. Bitta masalada yana ta'kid etmoqchiman. Bizga juda ko'p mana deputatlarimiz bilishi kerak. 2 kundan beri Toshkentdan juda katta vazirlarimiz rahbariyatga nima qilib beraylik, nima imkoniyatlar mana deb turdi. Mana kecha Rashid sizni tashabbusingizdan keyin darrov o'sha keldi bizni mana juda katta joyda oziqa bazasini ekishni mana bugun hozir yig'ilishdan keyin chaqirib turganmiz, yana gaplashib olamiz, yerlarni ham beramiz. O'sha oziqa yetishtirish bo'yicha masala bo'lmaydi. Ikkinchisi, mana parlamentchilik bo'yicha tadbirkorlar bilan topib gaplashib, 50 mingta qabul qilish bo'yicha gaplashib oldik. Ularga necha mana bankingiz bu ham sharoit qilib beraman dedi. Buni ham masalasini oxiriga yetkazamiz. Bu albatta mana shu barcha imkoniyatlarni hozirgi aytilgan toshqinlarni bizni xalqimiz bilan birgalikda amalga oshirib, mana shu ham oziqa bo'yicha, parranda bo'yicha mana hozir bizga mana avtomobil elektr stansiyasini rahbariyati masala qo'yyapti. Mana shu siz kecha aytganingizdan keyin biz albatta mana shu tadbirkorlarni ham chaqirib birgalikda bu masalalarni oxiriga yetkazishlaymiz. Bu albatta siz orqali muhtaram prezidentimizga yana bir marta xalqimiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Shaxsan sessiyada ishtirok etishi bu prezidentimizning nafaqat viloyatimizga, balki mana shu Forish tumani xalqiga bo'lgan bularni iqtisodiy ijtimoiy holatini yaxshilash manfaatida bo'lgan o'zini bularni yaxshilashga o'zini deb hisoblayman. Mana shu shaxsan xalqimiz nomidan ravshanaka mana shu o'tirgan deputatlar, mana shu yerda o'tirgan faollar nomidan mana shu boshimizni xalqimizga bo'lgan mehribonligi uchun katta rahmatimizni yetkazib qo'yasizlar, ishonamiz. Boshqa masalalar bo'lmasa, kun tartibidagi masala bo'yicha qaror loyihalari hammalardan tarqatilgan. Qaror loyihasi qo'shimcha o'zgarishlar bormi? Qaror loyihasiga qo'shimcha o'zgarishlar bo'lmasa, mana shu qaror loyihasini to'lig'icha qabul qilsin deydi deputatlar, qo'l ko'tarib tasdiqlashni so'rayman. Rahmat. Qarshilar betaraflar yo'q. Qaror birozdan ma'qul qilindi. Deputatlar tuman kengashlaridan tashqari 8-sessiyasi kun tartibidagi masalalar ko'rib chiqildi, tegishli qarorlar qabul qilindi. Sessiya o'tishda qanday mulohazalar bor? Shu bilan biz xalq deputatlari tuman kengashi navbatdan tashqari 18-sessiyasini yopib o'tishga qolaman. Hammalarga rahmat. Hurmatli
deputatlar lekin o'zlari mahallayda o'tirib ishlaydi bo'yicha hozir dasturchiga bir xarajat qurib yuboring. Bugun mana protokol oxirigacha yetkazamiz.